bitta narsani bilingizlar, ota-onani nazarida, ota-onaning duosida sizlarni tez maqsadga yetishtiradigan narsa yo'q. Bir yosh farzand juda janjalkash, ko'chada kelsa 12-1da keladi, janjal qiladi. Juda ko'p otasining jahlini chiqargan farzand bo'ladi-da, o'sha farzandga onasi aytadi: "Ey farzandim, otangga yaxshi gapirishing kerak, otangning nazarini, duosini olishing kerak. O'shanda senga zo'r bo'ladi. Bugun kechqurun otang tahajjudga turganida sen unga bitta suv qilib qo'y, issiq suv, sovuq kunda." Shuni ko'rib, meni farzandim issiq suv qilib qo'yibdi deb nazari tushib agar qarasa, seni orqangdan el yuradi, el orqangdan qarab yuradi degan deyarkan-da. Turib, haqiqatan onasi aytganday o'sha paytiga turib suvni isitib ana qiladi, 5 minut kutadi, 10 minut kutadi, sovuq o'tib ketgandan keyin chiqsa, mana qo'ydim, tahoratini olib namozini o'qiydi deb kirib ketar ekan-da. Uni ko'chada turgan kuchukka kelib issiq narsaga badanini ushlar ekan. Suvni issiq qilib turganini ko'rib otasi: "Barakalla kuchuk. Shu kuchuk meni tahoratimni suvini isitib turdi" deb otasi duo qilib kirib ketar ekan-da. Ertaga onasi ertalab ko'rsa, shu kuchukni orqasidan juda katta afcharka, hammasi orqasidan yurgan ekan. Otaning nazari mana shunday narsa. Bu narsaga yetkazadi.